Hurmatli qadrdonlar, mana biz Sankt-Peterburg Avodnoy kanali yonidagi avtovokzalda turibmiz. Kimda kim reysiy UzAvtotrans servis reysiy avtobuslarda ketmoqchi bo'lsa, Nabrijniy Avodnoy kanali yonidagi avtovokzalga kelasizlar. Kassalarimiz ishlab turibdi. Bilet narximiz 5000 rublni tashkil qiladi. Shu yerdan kelib, kassalardan biletni xarid qilib, UzAvtotrans servis avtobuslarda Sankt-Peterburg Toshkent yo'nalishi bo'yicha bemalol o'z safaringizni amalga oshirsangiz bo'ladi. Yana bir eslatma sizlarga, Sankt-Peterburg Toshkent yo'nalishi bo'yicha haftaning shanba kuni kechki payt 22:00 da o'z harakatini davom ettiradi. Mana avtovokzal zal qismida turibmiz. Avtovokzalga kirish qismida mana ko'rsangiz, pasportning kontroldan o'tasizlar va mana kassalarimiz ishlab turibdi. Mana kassalarimiz 1-2, 3, 4, 5 kassalarimiz ishlab turibdi. Sankt-Peterburg Toshkent yo'nalishi bo'yicha bemalol kelib shu kassalardan bilet xarid qilishingiz mumkin. Va bilet xarid qilib bo'lganingizdan keyin bu yerdan ham kontroldan o'tasizlar, pasportinglarni ko'rsatasizlar va avtobus peron qismiga Sankt-Peterburg Toshkent yo'nalishi bo'yicha avtobusga bemalol o'tirib ketsanglar bo'ladi. Bizlarni kuzatishda davom eting. Hurmatli azizlar, mana biz Nabrijniy Avodnoy kanali avtovokzali peron qismida turibmiz. Sizlarga tushuncha bo'lishi uchun mana bu eshiklardan, kassadan biletni xarid qilganlardan keyin mana bu eshikdan chiqasizlar va mana shu yerga UzAvtotrans servis avtobuslari kelib to'xtaydi va shu yerdan avtobusga chiqib bemalol Sankt-Peterburg Toshkent yo'nalishi bo'yicha bemalol avtobusga chiqib ketsanglar bo'ladi bemalol.